Usta siz eplab bo'lmay ketdimi? Kuniga qora mashina, ko'k mashina kelyapsiz. Xudo beraman degan gap emas-da. Qaytargan o'zi buni. Yaxshi niyatni Xudodan so'rasangiz, bundan ham zo'r mashinalarni minamiz hali. Bu yoqqa keling. Qarindorlar, orqasidan normalniy urilgan lip motor sotib olganmiz. Holatini ko'rib turibsizlar. Bizga mashinani rusumini, narxini qizig'i yo'q. Ma'qul kelsa, avariyniy holatda bo'lsa sotib olaveramiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, to'liq obzorini qilib beraman. Avariyniy holatda lip motor sotib olganmiz. 2024-yil 25 ming probegda. Mashinani hozir o'zim minib ko'rdim holatini, lekin haqiqiy mashina ekanda bular, qadrdonlar. Xullas, bu mashinamiz oldi, yon tomonlari hamma joyi zo'r. Bitta udari mana shu orqasidan bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, mana bamferlar yetib olgan. Tag qismlariga bo'lgan asosan udari, lekin juda unaqa strashniy emas. Kapot, bamfer, taglarni tortib to'g'rilaymiz, lekin mana bu yoq tomonlari chotki holatda turibdi. Hozir oldini ham ko'rsataman sizlarga. Mana oldi qismida birorta tosh tekkan yeri ham yo'q, qaranglar. Chotki holatda turibdi. Xo'p, qadrdonlar, kimda shunaqa DTP avariyniy mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda sotib olamiz. Bu yoqda Lip Motors, bu yoqda BYD Chazor, qaranglar. Xohlagan turdagi avtomobillaringni avariyniy holatda bo'lsa sotib olaveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.